Aziz muxlislar, xayrli kech. Bugun men uchun eng qadrli ustozim Og'abek Sobirov Qoraqalpog'iston xalq artisti bo'ldilar. Tabriklayman ustoz. Rahmat akajon, rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin, iloyim. Vaqtimizda sog' salomat bo'ling. Har bir shogirdingiz yetirsin shunday kunlarga. Iloyim ukam, iloyim. Sog' bo'lg'aysiz. Salomat. Hurmat qilib, qimmatli vaqtlaringizni ayamin kelibsizlar. Xudoyim Alloh siylasin. Amin. Alloh martabalaringizni ziyoda qilsin. Amin. Hazrat. Sizlar ham shunday qo'shaloq unvonlar nasib qilsin. Amin. Qolaversa keladigan yangi yil hamma baxtli, omadli, Amin. bir xosiyatli yil bo'lib keladigan bo'lsin. Xudo xolasa. Shu yangi yilda Xudoyim barcha hamkasb do'stlarimiz, shogird ukalarimiz, shularning ichida shaxsan janob Rasul ukamizdan bir xalq artisti degan unvonlar bilan tabriklab o'tirishni Alloh nasib etgan bo'ladi.